Вот, я сейчас пришел в автодром. Авто. Здесь будет экзамен по код 95. Biz hozir mana avtodromdamiz Litvada. Kod 95 ga imtihon topshirgani keldi. Bolalar imtihon topshirishyapti, orqaga qo'yishyapti, orqaga rampaga. Naryodan bittasi qo'yapti yana orqaga. Biz hozir man yoki Mersi haydasa kerak qora. Bolalar imtihon topshirib chiqishyapti. Rampa ichkarida butkada dokumentlarni qabul qiladi, imtihon topshirishga. Testdan keyin yezdaga chiqaradi. Avtoshkola. Zadnim xodim orqaga yurib beryapti. Orqaga zigzag. Hozir zigzag qilyapti endi. O'sha yerga olib kirish kerak. Agar olib kira olmasa, yiqilsa, lekin pul to'lab o'qitar ekan. 1 soatiga 60 yevrodan. Shuning uchun tayyorlanib kelinglar. Yiqilib qolsanglar, lishniy расход bo'ladi o'zingizlarga. Mana men ham bir o'zim 10 marta olib kirdi, qo'ya olmayapti bittada. Shunaqa bo'lsa, o'zi yiqitadi. Ba'zi mana bunaqa mashinalar ham bor ekan, yengil mashinalar. O'zi bu pravaga topshirar ekanda, bu yerda ko'pchilik. Kelib bizani ham shu yoqqa jo'natdi. Biz hozir ana qora mashinalarni haydaymiz. Orqa tarafida fantalli sirg'anchi joylar bor ekan, o'sha yerda haydatadi. Kod 95 ga imtihon oladi. Ko'k yaxshi qo'yapti bu. Men sariq qo'ya olmayapti. Qancha tayyorlanib kelaveringlar bolalar. Mana ekzamen boshlandi. Kod 95 ga mana Litvada ekzamen ketyapti. O tepadan tushyapti. Hozir mana juda ham sirg'anchiq yerlarni kraska qilib qo'ygan, suv qilib qo'yishgan, sirg'anib ketadi mana burilotganda. Kod ketib qolyapti. Bu ketdi, kod sirg'andi. Mana vamtdan ham o'tadi. Mashta fantom bor. O ketyapti. Bu fantomni bosish kerak emas. O sirg'andi. Kod ketdi. Ay bala. O'sha fantomlarni bosmasdan, urmasdan o'tish kerak. Ketdi, yana bitta krut qiladi. Atela mana shu shunaqa qilib qo'ygan, fantallar, sirg'anchi qilib qo'ygan. U tepani estakada bor. Ani yomg'ir yog'ganda, qishda, muzda mashinani hayda oladi, men tekshiryapti. Bitta bolalar turibdi, o'chirt. Haydavomimiz hozir bu yoqdan keladi, yana bitta krut qiladi. Mana bu yoqdan kelib yana aylanib, mashtadan yana chiqadi, tepaga chiqadi. Tepaga chiqib naryodan aylanib keladi, yana xuddi shunaqa 3 marta yurg'izadi. Ketdi, ikkinchi kruk. 3ta kruk qildiryapti, 3-4 ta kruk qildiryapti. Shundan o'tsa, kod 95 dan o'tgan bo'ladi. O'ta olmasa keyin bu yoqqa mana o'qishlar bor, mana yozib beradi. Boshqatdan kelib o'qitadi. Soatiga 60 yevrodan. Shuning uchun yaxshilab tayyorlanib kelaveringlar. Kod 95 ga imtihon topshirib chiqdim. Chatga hammasi. Ekzamen pрошли. Orqada mana shu avtoshkola. Tayyorlanib kelinglar.
orqaga ancha haydash. Hammaga omad.